Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada So'rayu Ablakulova. Assalomu alaykum. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra fuqarolar havaskorlik sporti, shuningdek professional sport bilan sportchi, trener, sport hakami sifatida shug'ullanish huquqiga ega. Sport klubi sport faoliyati bilan shug'ullanish, sport turlarini rivojlantirish va ommalashtirish, shuningdek sportchilarni musobaqalarga tayyorlash maqsadida tashkil etiladi. Sportchi pasporti yagona namunadagi hujjat bo'lib, sportchining jismoniy tarbiya va sport tashkilotiga mansubligini hamda sport malakasini tasdiqlaydi. Shuningdek, mazkur hujjatga ko'ra davlat tomonidan sportchi hamda trenerlarga bir martalik va oylik to'lov, stipendiya, nafaqa va boshqalar shaklidagi qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etilishi mumkin. Sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan Sport vazirligi huzurida sport sohasida tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. 2026-yil 1-apreldan Sport federatsiya uyushmasi faoliyati bilan bog'liq yillik barcha xarajatlarning kamida 20% miqdorida homiylik mablag'i kiritgan tadbirkorni Sport federatsiyasi uyushmalarining ijro organlariga kiritish yo'lga qo'yiladi. Professional futbol klublari faoliyati bilan bog'liq bo'lgan yillik barcha xarajatlarning kamida 20% miqdorida homiylik mablag'i kiritgan tadbirkor yoki tadbirkorlar guruhiga professional futbol klubini ishonchli boshqaruvga berish amaliyoti joriy etiladi. 2026-yil 1-apreldan 2029-yil 1-aprelga qadar bo'lgan davrda Superliga va Pro Ligada ishtirok etuvchi futbol klublari futbolchilari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lashdan ozod qilinadi hamda ular uchun ijtimoiy soliq stavkasi 1% miqdorida belgilanadi. Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatida ish jarayonlarini raqamlashtirish doirasida qog'ozdan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qaroriga ko'ra 2026-yil 1-iyunga qadar ishlatilgan qog'ozlarni yig'ish uchun maxsus chiqindi quti konteynerlari tashkil etiladi va ularni qayta ishlash korxonalariga yetkazish tizimi yo'lga qo'yiladi. Har bir tarkibiy bo'linmadagi xodimlar soni, ish hajmi va haqiqiy ehtiyojdan kelib chiqqan holda qog'oz sarfi uchun cheklov joriy qilinadi. 2026-yil 1-maydan Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida kelgusi 5 yilda xarajatlar smetasini tuzish jarayonida qog'oz, siyoh, printer va nusxa ko'chirish uskunalarini xarid qilish xarajatlari miqdori har yili 15% ga kamaytirilgan holda rejalashtiriladi. Printerlardan markazlashgan holda umumiy foydalanish tizimi joriy qilinadi. Bunda umumiy foydalanishdagi ochiq ofisda faoliyat yurituvchi har 20 nafar xodim uchun bir dona printer ajratiladi. Har oyda bir marotaba qog'ozsiz bir kun eko aksiyasi o'tkaziladi. Adliya vazirligi o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarida yakuniy davlat attestatsiyasini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga qo'shimcha va o'zgartirishlarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Endilikda akademik litsey o'quvchilariga qo'shimcha yengillik va kafolatlar berilmoqda. Unga ko'ra yakuniy attestatsiya sinovlarida xorijiy tillar va umum ta'lim fanlari bo'yicha milliy va xalqaro tan olingan sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilar mazkur fanlardan davlat imtihonlarini topshirmaydi va ularga maksimal ball beriladi. Yakuniy attestatsiya sinovlarini 3 yil mobaynida ham topshirmagan o'quvchilarga davlat namunasidagi shahodatnoma olish uchun eksternat tartibida yakuniy attestatsiyani topshirish huquqi beriladi. Yakuniy attestatsiya sinovlarida shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun apellyatsiya komissiyasi tuziladi hamda o'quvchilar davlat imtihoni baholari e'lon qilingan kundan boshlab 3 ish kuni ichida apellyatsiya shikoyati berishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, apellyatsiya shikoyatini ko'rishda o'quvchilarning davlat imtihoni natijasida olgan ballarini pasaytirishga yo'l qo'yilmaydi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.